Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari, akalar. Sizlar uchun biz yangiliklar chiqarishda davom etamiz. Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga 7 ta tushli benzinli motoblogimiz hamda motobloklarimiz uchun urug' ekadigan selkalarimizni optim narxlarda yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi bilan tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz. Shunaqangi motoblok hamda selka qidirgan tanishlarga jo'natib qo'ysaling, bizni topish anchagina oson bo'ladi. Like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga narx-navolarni chegirmalardagi aksiyadagi narxida qilib beriladi akalar. Birinchi o'rinda biz motoblogimizni tanishtirishni boshlaymiz. Motorlari 170F motorlar bilan jihozlangan akalar. 7 ta kuchli xo'jalik bob texnikamiz. Benzin baklari akalar 5 litrli, bitta to'ldirib olsalar ham bemalol 7 soat, 8 soatgacha xizmatlarini qilib beraveradi. Rushnoy tortim orqali zavodit bo'ladi. O'zdiqlari maslinli katta o'zdiqlarligini hisobiga akalar, ovozlari juda ham past qilib ishlangan. Mana ma'lumotlarni o'qib olishlari mumkin. 2025-yilda narsasi akalar astatika narsa emas, sifati juda ham a'lo darajada bo'ladi akalar. Oldiga ikkita, orqaga bitta skorslar o'zida qo'yilgan akalar. Selkamizning ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, selkalarimiz don mahsulotlarini har xil razmerda ekish uchun mo'ljallangan. Ko'rishlari mumkin. Har bitta aylanishini hisobiga bittadan tashab, orqa tomondan yopib ketish uchun ham mo'ljallangan. Sifatlari juda ham a'lo darajada ko'rishlari mumkin. Xohlagan motobloglarni qo'yib ustunovka qilsalar ham bo'laveradi akalar. Xo'p, motoblogimiz uchun komplektda nimalar bor degan akalarimiz uchun komplekt ключ dokumentlari hamda 4 qatorli frezalarini, original frezalarni komplekt qilib qo'shib beramiz. Akalar, bu motoblogimizni o'zida maslahatchilar bilan jihozlangan. Ukam maslahatchik nima vazifani bajarib beradi degan akalarimiz uchun maslahatchilarimiz yog'i kamayib, ozayib, eskirib qoladigan bo'lsa, avtomatik o'chib qolish xususiyatiga ega. Keyin akalar, ko'p motobloklarimizni balonda oralig'i akalar 60-70 ga perdelka qilib moslashyapti. Ko'p akalarimiz bu o'qlari agatga 60-70 agatga tayyor moslangan holatda keladi. Orqa qishloq xo'jalik temirli bo'ladi, sanlilari ko'p joyda plastmassali variantini ham sotishar. Rolini tepaga pastga qilib legirovka qilishlatsa ham bo'laveradi. Ukam bizga narxi qiziq degan akalarimiz uchun narxi selkasi bilan komplekt holatda 4.500.000 so'm chiqadi. Like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladiganingiz uchun narxini chegirmadagi aksiyadagi narxda qilib beramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'koni. Upakovka holatda so'raganlarga upakovka holatda ham bor akalar, dastavkalar kelishilgan holatda bo'ladi.